Salom hurmatli kuzatuvchilar, yana men sizlar bilan urolog-androlog Azmida Shahridinovich bo'laman. Bugun sizlar bilan men ham yoshlar orasida, ham kattalar orasida, umuman uylanmaganlar orasida ham juda ham ko'p oxirgi kunlarda uchrayotgan prostatit kasalligi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. O'zi bu kasallik ko'pincha 30 yoshdan 50 yosh oralig'ida juda ham ko'p biz kuzatamiz, lekin hozir 20 yoshda ham, 25 yoshda ham hamma kasalliklar qatori bu kasallik ham yosharib ketdi, uchrayapti. Umuman prostata bezini o'ziga keladigan bo'lsak, bu erkaklarning asosiy birinchi yuragi hisoblanadigan a'zo hisoblanadi. Bu a'zo reproduktiv tizimni eng asosiy a'zosi, o'zini sekretar a'zo bo'lganligi uchun o'zini sekretsiyasini chiqaradi, ya'ni suyuqligini bu spermaga qo'shilib spermani harakatlanishini yaxshilash vazifasini bajaradi. Ham jinsiy aloqadan oldin shaffof o'zini suyuqligini chiqarib, siydik yo'lni sterilizatsiya, ya'ni tozalash vazifasini bajaradi. Siyishda muhim rol o'ynaydigan, albatta kashtan yong'oqqa o'xshash asosiy erkakni a'zolaridan biri. Lekin ayrim sabablar tufayli bu a'zo ham kasallanib qoladi. Ya'ni kim stresslar hisobiga, bu bo'lishi mumkin infeksiya va bakteriyalar hisobiga, shamollashlar hisobiga, ayrim kasalliklardan keyin bu bo'lishi mumkin immunitetni tushib ketishi hisobiga, sovuq qotish. Albatta mana shunday kasalliklar oqibatida bu a'zo albatta kasallanadi va biz buni prostatit, ya'ni kim prostata bezini yallig'lanish kasalligi deb ataymiz. Xo'sh, kelinglar hozir bugungi mavzuyimizda prostatit kasalligining asosiy sabablari, bu kasallikni keltirib chiqaradigan asosiy omillar, klinik ko'rinishi, qanday davolasa bo'ladi, bu kasallikka chalinmaslik uchun nimalar qilish kerak? Yaqinroq kelib oling, videoni o'tkazib yubormang. Mana shu ma'lumotlarni hozir yaqin vaqtlarda bilib olasiz. Umuman olganda prostatit kasalligi bakterial, ya'ni infeksion yoki no-infeksion, bakterial bo'lmagan turlariga bo'linadi. Bakterial eng ko'p uchraydigan asosiy bakteriyalardan bittasi bu kasallikda Escherichia coli. Sizlarga tushunarsiz bo'lishi mumkin, hozir soddaroq tilda tushuntirib beraman. Men doim shu kasalligi bilan bakterial kasallangan bemorlarga aytaman, jinsiy aloqadan oldin yuvinasizmi, jinsiy aloqadan keyin tahorat olasizmi, yuvinasizmi deb. Ko'pchilik birdan jinsiy aloqadan keyin yuvinishini aytishadi yoki ertalabga yaqin va hokazo kech yuvinish holatlarini bizga aytishadi. Escherichia coli bu ichak infeksiyasi hisoblanadi. Ya'ni kim bu kasallik, bu bakteriya prostatit kasalligiga sabab bo'lish asosiy bakteriyalardan bittasi, bu bilamizki orqa teshikdan ko'proq jinsiy yo'lga tushib qoladi, erkak kishiga yuqadi. Yoki bo'lmasam orqaga jinsiy aloqa qilganda juda ham shiddat bilan yuqishi mumkin, yoki bo'lmasam bu siydik yo'lidan keyin o'sha prostata beziga tushib zararlashi mumkin. Prostatit kasalligini keltirib chiqarmaslik uchun doim ayol ham erkak ham jinsiy aloqadan oldin ham va jinsiy aloqadan keyin ham albatta yuvinish kerak. Mana shunday gigiyenik talablarga rioya qilib jinsiy aloqa qiladigan bo'lsa, birinchi navbatda erkak kishi o'zini prostatit kasalligidan o'z-o'zidan oldini olgan bo'ladi. Albatta tozalikka rioya qilmaydigan bo'lsa, boyagi aytgandek Escherichia coli o'z-o'zidan siydik yo'liga tushadi. Birinchi a'zo bizda kutib oladigan prostata bezi va prostata bezi zararlanadi va prostatit kasalligiga asosiy zamin bo'lib beradi. Xo'sh, no-infeksionchi. No-infeksion deganda bu yerda biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Mana shu bakteriyalar, infeksiyalar yo'q. Ya'ni ki bakteriya infeksiyalar bo'lmagandan keyin yoki ayrim kasalliklar hisobiga, immunitet tushib ketishi hisobiga, yoki bo'lmasam biz aytishimiz kerak, sovuq qotib, badani junjiqish hisobiga. Ya'ni sizda immunitet tushib ketadigan, immun tizim tushib ketadigan bo'lsa, tomog'ingiz og'risa ham birinchi o'sha nozik a'zo bo'lgan prostata bezi kasallanib qoladi. Yoki bo'lmasam sizda o'sha sovuqda qolib ketdingiz, junjiqsa ham, sovuq qolib ketsa ham prostatit bo'lib qoladi. Albatta prostatit bo'lib qoladi. Sovuq qolib ketgan, sovuqda ko'p ishlaydigan erkaklardan so'rasanglar, u erkaklar siyolmaydigan bo'lib qoladi. Hatto siyishda muammo bo'lib qoladi. Bu albatta o'sha prostatitni avvalgi oldin keladigan belgilardan biri hisoblanadi. Xo'sh, bundan tashqari infeksionga misol qilib aytishimiz kerak.
jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar. Ya'ni bu bo'lishi mumkin. Hozir ayrim yoshlar orasida juda ham ko'p uchrayotgan gonoreya, trixomonada, xlamidiya, mikoplazmiya infeksiyalari ham infeksion, ya'ni bakterial o'sha mikrobli prostatitni asosiy sababchilaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari hozir eng dolzarb bo'lib turgan sabablardan bittasi bu stress hisoblanadi. Ko'pchilik aytishadi, Azmiddin aka, stressdan ham prostatit yalg'anib qoladimi, prostatit bo'lib qoladimi? Albatta, hozir zamon tezlashib ketdi, hamma stressda. Stress hisobiga ham prostatit holati kuzatiladi. Juda ham ko'pchilik bemorlarga men savol beraman. Tinchlik, stress holatingiz, depressiya holatda emasmisiz? Uyqungiz qanaqa? Hozir juda ham ko'p erkaklarda stress, stress holati. Mana shuning uchun stress ham o'z-o'zidan nimaga olib keladi? Stress gormonal buzilishga olib keladi. Bu gormonal buzilishlar esa o'z-o'zidan shu a'zoni, prostat bezi a'zosini faoliyatini buzilishiga olib keladi. Ya'ni ta'sir qilmay qolmaydi bu. Stress gormonal disbalans keltirib chiqaradi, bu esa yallig'lanishni kuchaytirib yuboradi. Yallig'lanish jarayoni kuchaygandan keyin o'z-o'zidan bilamizki, o'sha prostatit kasalligi kelib chiqadi. Xo'p, bundan tashqari noto'g'ri ovqatlanishlar bo'lishi mumkin. Noto'g'ri ovqatlanishlarga biz aytamiz, yog'li ovqatlarni juda ham ko'p iste'mol qilish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish. Ya'ni bu qanday deydigan bo'lsangiz, buni qanaqa bog'lab beradi deydigan bo'lsangiz, buni siz spirtli ichimlikka ruju qo'ydingiz yoki bo'lmasam kashandalik deymizmi va hokazo, siz o'z-o'zidan biz bilamizki, bunaqa narsalar, zararli odatlar immunitetni tushiradi. Immunitetingiz tushdi degani prostatit kasalligiga yo'l ochib berdingiz degani. Demak, endi biz prostatit kasalligini asosiy belgilari haqida gaplashamiz. Xo'p, bu kasallikka chalindingiz, sizda nimalar kuzatiladi? Bir narsani bilib olishimiz kerak, prostatit kasalligi o'tkir va surunkali holatda bo'ladi. Hamma kasalliklar qatori o'tkir bo'lishi mumkin, surunkali. Biz o'tkir kasallikdan juda ham qo'rqamiz. Demak, o'tkir holatda prostata bezi, albatta bemorda birinchi kuzatiladigan narsa, bemor siyishda o'zgarish, siyolmay qoldi bemor. Yoki kuchli og'riq boshlandi. O'sha prostata bezi chot orasida pastki qismda kuchli og'riq boshlandi. Albatta e'tibor berishimiz kerak, tana harorati ko'tarilib ketdi. Bemor mana shunaqa holatda agar mana shunaqa holatda murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa holat sizda kuzatiladigan bo'lsa, albatta biz shubha qilishimiz kerak, o'tkir prostatit. Bunaqa kasallik albatta yotib davolangani ma'qul deb hisoblaymiz. O'sha qorinning pastki qismida og'riq, tana harorati ko'tarilib ketdi, siyolmay qoldi, bemor tezda o'tkir holatda shifokorga borib ko'rinadi. Bo'lishi mumkin surunkali holat. Juda ham ko'p erkaklar o'ziga e'tibor bermaydi, o'zini vaqtida davolamaydi, shuni hisobiga surunkali holatga ko'chadi bu kasallik. O'tkir holat ham yaxshi davolanmaydi, surunkali holat ko'chadi. Surunkali holatda nima kuzatiladi? Surunkali prostatitda hojatga tez-tez qatnash. Asosiy erkaklarda uchraydigan shikoyatlar shu: hojatga tez-tez qatnash. Siyib bo'lgandan keyin hojatxonada qaytib chiqadi, yana siyish hissi paydo bo'ladi. Yoki bo'lmasam tomchilab qolish holat, silkitib tomchilab siyish holat, oxirigacha bo'shalmaslik holat. Siyib chiqdi, lekin siydik qolib ketdi. Shunaqa shikoyat bilan kelishadi. Tomchilab qolish yoki bo'lmasam simillovchi og'riqlar chot orasida diskomfort doim his qilish, doimiy og'riqlarni his qilish, qo'g'i pastida, chot orasida va hokazo. Doimiy og'rib yurish. Mana shunday muammolar albatta xronik prostatitda e'tibor berish kerak mana shu muammolarga. Mana shunday muammolar sizda kuzatilyaptimi? Albatta tezda shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, shifokorga murojaat qiladigan bo'lsangiz, o'zini tekshiruvlari bor. Prostatit kasalligini albatta boyaga aytganimdek, bakterialmi bu, infeksionmi, non-infeksionmi? Albatta aniqlanadi, siydik topshiriladi, kerak bo'lsa o'sha mazok topshiriladi, prostata bezi suyuqligini olib ko'riladi. Eng asosiy tekshiruvlardan bittasi uziy tahlili qilinishi mumkin. Kerak bo'lsa, yosh kattaroq bo'ladigan bo'lsa, MRT tahlilini, PSA tahlillarini, onkologik holat bor yo'qliklarini va hokazo. Umumiy tahlil, albatta buni shifokor o'zi tanlaydi va sizga diagnoz qo'yadi va tezda bu kasallikni davolashlarini olib boriladi.
Demak, hurmatli do'stlar, umuman olganda bu kasallikni davolashda e'tibor beriladigan narsa shundan iboratki, bu kasallikni uyda hech qachon davolashga harakat qilmang. Bu kasallikni uyda profilaktika qilishingiz mumkin, ya'ni oldini olishingiz mumkin. Lekin bu kasallikni uyda davolash keyinchalik bu kasallikni juda ham ko'p asoratlarga olib kelishiga, bu kasallikni davolab bo'lmasligiga olib keladi. Bizlarni 95% erkaklar u sharoitda har xil narsalar qilib davolamoqchi bo'ladi. Lekin bu noto'g'ri. Buni simptomatik qanaqadir og'risa og'rig'ini qoldirib, yog'lansa antibiotik ichib davolanadigan kasallik emas. Agar siz keyinchalik prostata bezi adenomasi bilan og'rimayman desangiz, keyinchalik bu prostatit kasalligi rak holatiga yoki og'ir asoratlarga olib kelishini xohlamasangiz, albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Xo'sh, profilaktika uchun nimalar qilish kerak? Prostatit kasalligini oldini olish uchun va uni qaytalanmasligi uchun birinchi navbatda shaxsiy gigiyena choralariga e'tibor berish kerak. Shaxsiy gigiyena degani boya aytganimdek, sog'lom turmush tarzi, jinsiy aloqadan keyin yuvinish, o'zingizga e'tibor berishingiz doim, sog'lom, pok, toza bo'lib yurishingiz. Albatta jinsiy aloqada qo'shtirnoq ichidagilarga himoyalangan jinsiy aloqa, ya'ni o'sha prezervativlardan foydalanish kerak bo'ladi. Neki sizga ayrim davolab bo'lmaydigan xavfli infeksiya va mikroblarni siydik yo'lingizga tushib qolishi, bu kasallik, nafaqat bu kasallik, boshqa og'ir kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. Avvalo bu tomonlama to'g'ri yurish kerak. Albatta siydik yo'lini, siydik tizimini albatta toza saqlashga harakat qilish kerak. Bundan tashqari ko'proq suv iste'mol qilish, albatta uy sharoitida ko'proq suvli iste'mol qilish, albatta bu buyrakga ham, siydik yo'lni ham yuvishga xizmat qiladi. Asosan aytamiz, bizda sog'lom turmush tarzi, ya'ni to'g'ri ovqatlanish, o'sha yog'li, juda ham qovurilgan ovqatlarni iste'mol qilmaslik, plus o'sha jismoniy tarbiya bilan doimiy shug'ullanib yurish. Albatta sovuq joydan uzoqroq bo'lish. Oyoq qo'lni sovuqdan asrash hisoblanadi. Umuman olganda do'stlar, bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Bu kasallikni uyda davolamaslikka, shifokor bilan maslahatlashib, asorat qoldirmasligi uchun to'liq davolashga harakat qiling. Agar video yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like tugmasini bosib qo'ying, qo'ng'iroqcha tugmasi esdan chiqmasin. Keyingi videolarimiz albatta sizga qiziqarli bo'ladi degan umiddaman.